Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Vodiyabzor kanalining hurmatli obunachilari. Bugun biz Andijonda Jalaquduq tumaniga yetib keldik. Esingizda bo'lsa, sizlarga oldingi videolarimizda va'da bergan edik. Shunaqa uylarda tomlariga ham va shunaqangi katta obyektlarda ham 25 metrgacha ustunsiz shaklda shunaqa tomlarni yopib berishyapti ekan usakalarimiz. Konteyner materialdan. Xudo xolasa video davomida buni 1 kvadrat metri necha puldan tushadi va qayerlarga borib xizmat ko'rsatishadi va telefon raqamlari bilan birga sizlarga ma'lumotlarni qoldiramiz. Xudo xolasa xizmatlar bo'lsa bemalol zakaz bersanglar bo'ladi. Bo'lsa biz boshladik. Sakashimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizmi? Charchamayapman. Aka, bu joy haqida birinchi ma'lumot berib o'tsangiz, bu Andijonda Jalaquduq tumani. Sentr atrofi razmeri necha bu joy? Bu joyimiz razmeri 20 metrga 80 metr bez usti. 80 metr uzunlikda, eniga 20 metr ustunsiz. Bez usti. 20 metr ustunsiz qilingan. Ustun hamma narsa o'zimizdan bo'lgan. Ya'ni bu joyga yer bersa, pul bersa bo'ldi. Ha, yer bilan pul bersa, quruq joyga qilib beramiz. Devori bo'lsa ham qilib beraveramiz. Farqi yo'q. Bu ikkinchiga servis panel bo'ladi-da, shuning uchun ustunlik qilib bering dedim. Shu vigidni tushdi uyda egasiga. Ustunlar to'rttali qilib, chiroyli qilib 7 metrdan bo'ldi ustunlarimiz. Ha, 7 metrdan balandligi. Balandligi 7 metr bo'ldi. Ustunlar har bir oralig'i 6 metrdan. Bu yer 6 metr. Ma qo'yilgan sochimiz 3 metrdan. 3 metrga bittadan qo'yilgan. Ustiga bitta ferma tushadi, o'rtaga bitta tushadi. Ha. Qo'mni hamma narsa. Qalinligi nechidan bo'ldi shunda hozir aka? Qalinligi buradagi 4 mm. Shivillari bo'ladi konteynerda. Qalin joydan olinadi. Qalin joy, polligidan bo'ladi. Polligidan. Tepasida fermamizni, tay tepasi 6 ga 6 bo'ladi. 11 metr, 11,5 metr splashli bo'ladi. 11,5 metr splashli. Hozir bitta ulanadi. 20 metr ustunsiz-ku. Mustahkamligi misol qor ko'p yog'ib qo'yganda nima bo'lmaydimi? Dog'imiz ko'p qilganmiz, 2-3 yil oldin ham qilganmiz. Juda berib turib Toshkentda, Qibralarda qilganmiz. Ya'ni turishiga nafaqat bunaqa binolar, balki uyda tomlariga ham qilib beraverasizlar. Ha, uyda tomi, sklat, zavodlar, qanaqa 25 metrgacha xudo xolasa bez ustun qilib shunaqa materiallardan qilib beramiz. Qilib berilaveradi. Kraska, hamma narsa ichida tunikasini olib beradi, qatirib beramiz. Tunikasini qatirib berish xizmati ham bepul, faqat tunikasini olib beradi. Tunikasini olib beradi. Tushunarli? Qatirib berish. Uylar tomiga deganingiz mana shunaqa ham bo'laveradi. Ha, shunaqalar ham bo'laveradi. Misol bular narsa arzon tushar ekan. Kvadrat metri. Kvadrat 100 mingdan aylanadi. 1 kvadrat metr 100 ming so'mdan, 100 kvadrat bo'lsa 10 million so'm. Bu yoqda bo'lar ekan. Almaniz zo'r. Aka, endi narxiga keladigan bo'lsak, mana shu joyda misol 1 kvadrat metrini necha puldan qilgansizlar? Bu joyda 1 kvadrat metrini 250 mingdan tushdi. 250 ming so'm hisob kitob qilganda hozir kvadrat metr shunaqadan tushdi. 250 ming so'mdan hisob kitob qilganda bu joyda 1 kvadrat metr shundan tushdi. Buni ichida ustuni, tepasi, xorisi, fermasi, rekalari, hamma narsa o'zimizdan. Rekasi ham ichida temir reka, temir reka. Temir reka ham katta rekadan 6 ga 6 bo'ladi bular. 6 ga. Hali ko'rsataman. Bo'ldi, bu yoqqa o'tib ko'rsataman. Xudo xolasa. Keyin buni o'zingizlar yopib berasizlar, tomini. Tom yopganda ham o'rtasida chaqirsangiz, bitta rolik qilamiz. Ha, tom yopganda xudo xolasa 1-2 kunda chaqiramiz. Tomini ham tunikani olib beradi dedimi? Buni ham tunikani olib beradi, ichida yopib beramiz. 250 ming ichida. 250 ming ichida qilib beriladi. Qayerlarga borib xizmat ko'rsatasizlar aka? O'zbekistonda 12 ta viloyatiga borib xizmat ko'rsatamiz, ko'rsatib kelyapmiz, xudo xolasa. Chet davlatlargacha, Qirg'iziston, Qozog'istonlarga. Qirg'izlarga ham, qozoqlarga ham o'taveramiz. O'tyapsizlar o'zi? O'tyapmiz, xudo xolasa. Endi niyatam bor. Hali o'tmadi-yu, lekin zakazlar bo'lsa qilaveramiz. Qilaveradi. Hozir aka, demak, shunaqadan tushsa, nafaqat bunaqa binolar, har qanday bino, sklatlar tomini olib berasizlar. Sklat hamma narsa. Arena qilib bersangiz, arena qilib berasizlar. Ya'ni teplitsa qilib bersangiz, teplitsa qilib berasizlar. Mana shu konteyner material nimaga ishlatsa hammasini ko'rsatasiz. Tushunarli? Toshkentning obunachilarimiz ko'p o'tgan safar video chiqarganimizda so'ragan edi. Sklatlarda va o'z tomiga, uylar tomiga ham qildirmoqchi ekan. Uylar tomiga aka eng ma'quli zo'r narx necha puldan tushadi? Misol loy bosadigan holatga kvadratdagi 100 mingdan 180 mingga tushadi. Tanlaydi xohlaganini, to'g'ri. Endi bu narsalarimiz kvadrati 150 mingdan boshlanadi. Bu yer. Ha, bular. Bular, ha? 450 minggacha bo'ladi. 450 minggacha davom etadi. Ya'ni bundan ham mustahkam, bundan ham kattaroq hisob bo'ladi. Bundan ham kattaroq. Endi 25 metrlar deydi, tag tomoni shotili bo'ladi. Mana shundan tagi tomonlari shotili bo'lganda u material ko'proq yetib qoladi. Ha. Shuni hisobiga qimmatlaydi. Uslini ko'proq bo'ladi, shunda qimmatroq aylanadi.
Tushunarli. Mana shu joy endi necha pulga tushyapti bu yerda joyda egasiga? O'sha. Bu joyda egasiga 400 millionga tushyapti. 400 millionga tunkadan tashqari. Tunkasidan tashqari tunkasi yopib beramiz. Yopib berasiz, endi tunkasini ham olasan, deyta bir 100 million bo'ladi-da, tunkasi ham. 100 million bo'lsa 500 millionga mana shu joyda egasiga tom yopib tayyor holatga kelar ekanda. Endi bu joyda nima qilsa bo'ladi endi? Nimaga mo'ljallagan o'zi? Bu joyda joy kelganlar katta skrat qilsa bo'ladi. Zavodga ham aytaveradi. Hamma narsasiga Bozorcha qilib qo'ysa ham bo'ladi. Bozorchaga ham chiqaveradi keyin bular. Bozorcha qilib qo'ysa ham bo'ladi. Qurilish bozor qilib qo'ysa ham bo'ladi-da. Mana shunaqa telefon raqamlar ekranda qoldiramiz. Ustakamiz mana shu o'zingizlar bilgan telefon qilsanglar, o'zi bilan gaplashib, dogovorda qilib, binosini misol rasmini tashlasa, hisob kitobini qilib beraverasizlar, razmeri bilan. Bormasdan oldin dogovor qilib qo'yamiz. Dogovor, hali ovora bo'lib, yo'q-yo'qdan emasdan. Kerak emas, dogovor qilib qo'yamiz. Ma'qul kelsa qilib beramiz. O'zingizlar Andijonda Asaka tumanida. Qoratepasida. Qoratepasida. Bu rekasi mana shu tunkadan oldin qatirib chiqiladigan-a? Bu tunkadan oldin qatirilgan rekasi 3 metrga qo'yiladi. Qalinligi rost mana 2.2 degan nashi bo'ladi. Rost mana 2.2 emas. Kantining orqa tomonidan chiqadi. Bu to'plab turib bitta chiqaramiz-da. Tushunarli. Hozir bular rekasi qo'yib qo'yilgan, endi tunka kelsa rekalarni ham qatirish boshlanar ekan-da. Kirasiya qilib qatiriladi. Rekalarni ham hozir kirasiya qilinadi. Hammasi kirasiya qilib, tepaga olib, svariya qilib, keyin tuniga qatiriladi. Sameradan o'zingizlardan ekan-da? Yo'q, samerangiz olib beradi. Ha, samerangiz olib beradi. Samerangiz olib beradi. Kraskasi ichida ekan. Tuniga nima ketsa olib beradi, qatirib berish o'zimiz. Qatirib berish o'zingizlardan. Slif, plif. O'zingizlarning materiallarni, ya'ni kraskalarga o'zingizlar javob berasizlar. Kraskalar bilan birga. Kran xizmatlari-chi? Kran xizmatlari ham o'zimizda. O'zingizlar olib kelib, o'zingizlar kranda qo'yiladi-ku bu joy, to'g'rimi? Bu bez kran ishlab bo'lmaydi. Lekin bular ustunlar hammasi kranda qo'yildi bular. Kranda qo'yilgan. Xudo xolasa bunga 1,5 oy vaqt ketdi. Shu kungacha. 1,5 oy? Ha. 1,5 oy vaqt ketdi. Mana betonini bitta aytib qo'yaylik-da. Usulli mustahkamligini. Har bittasiga qo'yilganda, to'g'rimi? Zakladni qo'yilgan 8li listdan kesib 50 qilib, mana stolga 40 zakladni qilib, tumba qo'yilib qo'yildi. Xudo xolasa. Mustahkam betonlar qo'yilgan. Mustahkam. Mustahkam, gap yo'q.